Xitoy yangidan atalmış Xitoyning terrorizmga qarshi turish qonun tuzum sistemasi va amaliyoti nomli aqtashliq kitob e'lon qilib, xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashga urindi. Xitoy tashviqot organi Shanxo agentligining xabar qilishicha, Xitoy rejim axborot ishxonasi 23 yanvar yangidan atalmış Xitoyning terrorizmga qarshi turish qonun tuzum sistemasi va amaliyoti nomli aqtashliq kitobni e'lon qilgan. Xitoy yaqinqi yillar ichida Sharq Turkistonga aloqador bir necha aqtashliq kitob e'lon qilgan bo'lib, bu qatimliqi BDT Inson huquqlari komitetining Xitoyga aloqador yig'ini echilayotgan mezgiliga to'g'ri kelgan. Xitoy rejimi bu qatimli yolg'on sonliq ma'lumotlar orqali ko'z bo'yashga uringan bo'lib, bundan ilgari mutaxassislar Xitoyning sonliq ma'lumotlarni burumlab tushuntirish va yoshirish orqali ko'z bo'yamchilik qilishga uringanligini ko'p qatim tanqid qilgan edi. Xitoy hukumati yaqinqi yillarda irqiy qirg'inchilik jinoyatini fosh qilayotgan Uyg'ur va qozoq guvohchilarga davomli tahdid sepganmoqda. Amerikada yashaydigan Uyg'urlar, shundaqla Xitoy o'qituvchilari Xitoy hukumatining chegara halqiga ziyonkashlikka uchraganligi sababli Amerikadagi Federatsiya tekshirish idorasi 2024-yil 22 yanvar kuni buningga munosabatlik maxsus aloqalashish qo'llanmasi tarqatgan. Jenevada davomlashayotgan BDT kishilik huquq kengashi yig'iniga qatnashib, 24 yanvar New Yorkka qaytib kelgan Rayhon Asad xonim Jenevadagi yig'in jarayonida Xitoyning xalqaro kengaygan bostirish qilmishlari va uningga qanday qarshi turish temalarida muzokaralar bo'lganligini bildirdi. U mundaq dedi: Amerika yoki chet ellardagi faoliyatlarimiz uchun vatanda qolgan urug' tuqqanlarimizning jazolanishini qabul qilib bo'lmaydi. Xitoyning xalqarodagi chegara halqigan bostirish qilmishlarining oldini olish uchun maxsus va kuchli qonun chiqarish to'liq ta'xirsiz bir ishdir. İtaliyada 1 milyard 700 milyon yevroga chetilgan aldamchilik delosi oshkorlangan bo'lib, buningga munosabatlik 64 Xitoy fuqarosi qo'lga olindi. Fransiya xalqaro radiosining 25 yanvar xabar qilishicha, Italiya soqchilari 1 milyard 700 milyon yevro qimmatidagi boj aldamchiligi delosini fosh qilgan. Qo'lga olingan 85 jinoyat gumondorining ichida 64 Xitoy fuqarosi bor bo'lib, ular Xitoyning ko'langi bank sistemasi orqali soxta talon yasash va pul yuvish jinoyati bilan ayblangan. Xitoy hukumati bir angliyalik savdogarning 2022-yil josuslik jinoyati bilan 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligini e'lon qildi. Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida angliyalik savdogar to'g'risidagi savolga javob berdi. 2022-yil Angliya fuqarosi Ian Stone'ning chet el kuchlarini axborot bilan ta'minlaganlik uchun ayblanganligini bayqagan Wang, Stone'ning josuslik jinoyati bilan 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligini bayon qildi. Turkiya Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lish tasdiq rasmiyatini tamomlagandan keyin Kanadaning Anqaraga qaratgan embargosini bekor qilinganligi o'ttirg'a qo'yildi. Reuters agentligining ikki diplomatik manbani asos qilgan xabarga qaraganda, Turkiya bilan Kanada bir necha oy suhbatlashish orqali yanvarda kelishim hosil qilgan. Buningga asosan Turkiya Kanadadan import qilingan uchquchsiz aeroplan zapchastlarining qayerda ishlatilganligi to'g'risida texnik ochiq bo'lishga va'da bergan. Amerika Avasiya va Olam qatnash idorasi NASA Mars yuzida tadqiqot olib berayotgan tiz pishmas nomli olam kemasining o'ymonliqda Jezero Crater deb ataladigan qadimgi ko'lning borligini isbotlaydigan sonliq ma'lumotlarni to'plaganligini e'lon qildi. Olam kemasining o'ymonliqda Jezero Crater deb ataladigan qadimgi ko'lning borligini isbotlaydigan sonliq ma'lumotlarni to'plaganligini e'lon qildi. Olimlar bu rayonning uzundan buyon suv bilan to'lganligini va qadimki daryoning iznalarini ko'rish mumkinligini bayon qilib kelmoqda.